hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Tiga Uz. Bugungi videoda open pack qilamiz, ko'p emas. Bitta mana Livini yutdik, mana birinchi o'ringa ketgan ekanmiz. O'tib ketgan ekanman. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ganhar ibope. Quer ficar famosa, já tu vai ganhar. Mas você tem que fazer tudo que os faixa não quer O'yinga tushirib ko'rayotgan bo'lsamiz. Haaland Usmon Dembeleni ham jo'nab qo'ydi. Endi eng kutilgan zo'r joyi ketdik, 6-7% ga oshdi, ketdik. Tushmadi. İtaliyalik futbolist Zashitnik Tackling 88. Kim ekan bu? Serisi 86. Mansi. Nima kim edi bu? Maldinining o'g'limi bu? İsmini deb qo'ygan. Endi buni sotaveramiz. Do'stlar, kerak emas menga bu. Nima kerak? Tezligi yo'q, hech nimasi yo'q. Endi ikkita kuchaytiramiz. Mana bitta get. Yaxshi. Papiga tushyapti, yaxshi. Nuno Mendes 86 bo'ldi. Juda ham yaxshi bu. Endi do'stlar, nima qilayotganmiz? Unda bir Livi o'ynab chiqamiz. Bittagina bo'lsa ham Livi sizlar uchun. Ketdik. AS Milan 73 ga kirgan. Qoqamizmi? Kulyapti sizni. Ancelotti. Sizlar like pack bosib qo'yinglar. Obuna. Ular ufti ketyapti-ku biz uchun. Hujum qilyapmiz, hujum qilayotgan paytimiz olib qo'yapti. Juda qiyin o'yin bo'ladi. Sal qog'or kuchga. Van Dijk. Virgil van Maguire. Deganda Truzgut. Hop. Bo'lmay qoldi. Video. Bellingham. Haaland oyog'iga bir to'p ham tegan. Ketdi, ular hujum qilmoqda. Loh qo'yardi-ku bu. Loh 86 full. Endi bizlar ham futbolchilarimiz full qilish boshlaymiz. Haaland kutyotgandim Haalandni. Haaland olsam futbolchilarni full qilishni boshlayman deb. Endi kuchaytirgichlar yig'amiz. Yomon-ku bular. Ondan lekin 86 bo'ldi. Yomon-ku. Bu yoqqa oshmayapti. Men prosmotr kam bo'lyapti videolarda, chunki 2 hafta video chiqarmaganimga hech kim ko'rmay. Haaland qoqdim-ku, barobar. Barobar endi 2-1 qilish kerak. Haaland, yaxshi Haaland adbor. Shahdan nima qilyapti u? Truzgut. Ketdi Truzgut. Hop. Kayf ko'raman bu.
Haaland. Erling Haaland 2-1. Comeback deyiladi. Gol. Muhla. Hadi bana şimdi tugagani. Usmon Dembele qani? Ha, u tomonga qo'yib ketibdi. Bo'ldi. Real Madrid. Mana shu Real Madrid logosini qo'yishgan video chiqaraman. Chiqib ketaydim sal qolganda. Ancelotti. This was midda show. Rafinha'ni qo'yaymi? To'xtamaymiz. Mana qaranglar, Trezeguet. Öyle ki Rafinha. Bitta narsa ko'rsatamizlarga. O'yin tugagandan keyin. Hoppa. Tezligi kuchli-da bulardi. Van Dijk, lol. Virgil van Maguire. Qaytayya. Pape. Chiq vartar. Lol. Van Dijk qutqarib ketdi. Bu qizil. Kulaylik istedim. Qoqib qo'yish kerak sherin. Salah. Va aniq emas, to'g'ri, lekin vartagamiz chiqar endi. Chiqar. Oblak safe. Super safe. Usta aldab o'tib vartani ham urmoqchi edi. Boqqam qilma. Rafinha. Trezeguet. Offside yo'q. Va vartaga yo'landi va 3-1. His qilsin. 3-1. Full bo'ladimi, yo'l bo'ladimi, kim bo'lsa ham. Qochyapti. Usmon Dembele'da. Qizlar Van Dijk. Haaland. Yo'q ekan-ku. O'tgandi past. Batistuta tushibdi hujumga. Lol. Virgil van Maguire qochdi degan. Qochdi. Nuno Mendes. Chuber. Diogo Jota bor ekan. Qanday qilib bitta narsa qilayinmi? Ket. O'zim gol. 3-2. Tugat. Bo'ldi, sizlar tugadi. Trezeguet 2 gol bilan o'tamiz. Reklamalar bo'ladi. Ungacha video chiqdi. Do'stlar, mana yutib oldik. Video shu yerda yakunlayman. Ko'proq like, ko'p obunalar bo'lsin. Ilikda bo'laylik, tez. Shuncha harakat qora ololmaydi baribir. Bittadan tushmaydi chunki. Foiz kam chunki 6 mana. 14 ta ligida agent olsam 100% tushadi. Do'stlar, videoni shu yerda yakunlayman. Hammaga xayr. Bitta narsa ko'rsatmoqchi edim, Master. Mana bu qaranglar. 3 kun bor. Bo'ldik. Kuchaytirgich.
Endi shu yerda yakunlayman. Hammaga xayr do'stlar, like bilan obuna ko'proq bo'lsin.